Şu akasınlarını güldürey dep, şu turpan yalqıntaq yumorlarından işkin ağaç geldim go. Gülersizlermi endi? Şu bir kuni şu yalqıntaqlıq bir şoför kira tatib Urumchiga mang'an ekan go odam besib. Mang'andan keyin shuning bilan yo'lda vash ketib bassa. Yo'lda bir jot nima qatnash taksi chiqib to'sabdi go. To'xta degandan keyin nima bo'ldi? Dedik. Degandan keyin shuning bilan voy bu sening so'rting ish ketdi. Voy sen bu 7 kishilik mashina 16 odam sababsan go. Qanday qilma o yetib patmasa dedik. Mushu bir samspaz bor ekanda. Samspaz shu bolasini maktabga berib, uzoq o'tmaymish bolasi kunda maktabda yeni kelib bilan uxlab qolganda, shuning bilan bu samspazning bir kun to'xta. Bu maktabga berib zot nima o'rganyapti bir imtihon yapaqay deb bolasini chaqirdi ekan. Voy bolam, kunda maktabga borsa, kelsa, zot nima o'rganyapsan sen? Degandan keyin bolasi turkitib dalsa. Dada, men shu maktabga berib 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, bir kar 1 1 2 2 2 shuni o'rganyapman. Shuni qaragan chog'da men tangjang bo'lma degan.